Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari. Mana Italiyadan keltirilgan, hammasi payvand qilingan 3 litrlik tugaylarda Fiat Albert degan navi kelgan. Ulangan bular, hammasi payvand qilingan. Hop. Hammasi sotilmaydi, sotiladigani 100 tacha bor. O'zimiz uchun sinov tariqasida olib kelingan bu hujjatlarni. O'sha Google'dan kirib qidirib ko'rsangiz ham bo'ladi. Fiat Albert degan sorti. Qiziqqanlar aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Bular hali yana 2 oy o'sadi. Payvand qilinganligi hisobiga o'ziga nisbatan ildizi kattaligini hisobiga bularda o'sish protsessi yuqori bo'ladi. Narigi archalar ham bu yildan keyin ildizi katta bo'lgandan keyin ularning ham o'sish protsessi ancha ortadi. Ko'rishingiz mumkin mana.